1 million aholi Minecraft o'yinida g'olib bo'la olishadimi? Hozir ulardan so'rab bilib olamiz. Uddalaysizlarmi? Ey, o'zingizni ayblamang. Hozir men o'rgataman. Daraxtlar, bum. Mana bolta va ishni boshlaymiz. Hey, yo, o'zlaringni bor. Qani men ko'rmoqchiman, o'rmonda qanday tezlik bilan ishlashlaringizni. Voy xudoyim, xuddi chumoliday hammasini yeb tashlashyapti. Ha, do'stlar, sizlar juda ham ko'p ekansizlar. Va bu ajoyib. Ey, yo, buni kim qildi? O'ldiringlar bu sotqinni. Qo'y, yibanlar, Everestda uchun jang qilish shart emas. Shunchaki bizlar buni ko'proq qilishimiz mumkin. Aholi eng katta qishloqni qurdi. Har biri qirqich va teshiklarni egallab olishingiz kerak. Yo'limizni to'sib, kimki chegarani buzib dushmanlik qiladigan bo'lsa, u darhol qatl qilinishi kerak. Oxirgi bosqich bu Ender Drakonni mag'lub etish kerak. Lekin bularni bajarish uchun bizga ko'p resurslar kerak. Men o'ylaymanki, sizlarni ko'proq resurs topish vaqtlaringiz keldi. Maqtashga arziydi. Ha, bu aholiga qarang. Ha, bu tezlik bilan brilliantga yetib olishingiz ham mumkin. Ey, bolajonim, sizlar olmos topdingiz. Ya'ni sizlar bir necha dona topdingiz. Mayli, sizlar aytganday bo'la qoldi. Men va 1 million aholim bilan fantastik sayohatni boshlab yubordik. Biz hamma resurslarni zaxiralab bo'lganimizdan so'ng, endi bizga kerak bo'ladigan narsa uy qurish uchun joy. Biz joy tanlashda adashmaymiz degan umiddaman. Salom qo'shnilar. Men so'ramoqchi edim, sizlarda ortiqcha kravat topilmaydimi? La'nati, men sendan buni kutmagan edim. Mayli, o'zing xohlang. Ikki marta tekshirishni unutmanglar. Yashamoqchi bo'lganlar uy tanlasin va navbatda tursangiz yaxshi bo'lardi. Bu shovqin-suron qishloqqa qarasangiz-chi, bilishim bo'yicha sizlarga joy yetmayapti. 1 million aholi bitta korobkada uyga tiqilib yashamoqchi. Umuman olganda bu yuk mashina haydovchilarining ishi, menda esa qizyol. Xo'sh, aholiga bu yer juda ham yoqib qolganga o'xshaydi. Lekin hammasini noldan boshlagan yaxshi. Bu eng yaxshi fikr deb o'ylayman. Mana buni go'zallik desa bo'ladi, boshlanish yomon emas. Tomoshabinlar, iltimos, men sizlarni guvoh bo'lishingizni istayman. Qo'yilmaqom ko'rsatuvlar faqat bizda va shu yerda bo'ladi. Ular xuddi Brom James kabi quruvchilar va bu progress menga xiyonat qilmaydigan mening million aholim. Xo'sh, qolganlar qayerda? Xo'sh, ruxsat etsangiz men sizlarni dunyodagi eng katta armiya aholisi bilan tanishtiraman. Minglab sabrsiz askarlar menga yordam berish uchun tayyor turishibdi. Bu aholining shayligini qarang, ko'zlar qonga to'lgan va ular jangga tayyor. Lekin har ehtimolga qarshi o'quv mashg'uloti o'tkazamiz. Qani 1, 2, 3 deganim yo'q hali. Men ularga bloklar qurishni o'rgatyapman, o'zlarini himoya qilishlari uchun. Agar bu aholida Ender Drakonni mag'lub qilish imkoni bo'lganda edi, ular jiddiy o'quv mashg'ulotidan o'tgan bo'lardilar. Meni maktabga qilgan sayrim bundan battarroq edi. Ular bilan qo'pol munosabatda bo'ldimi? Albatta, qayiqni ko'tarib ketishga tayyor. Sizlar Minecraft o'yinini Minecraftda yutasizlar. 1001, 5001. Ular bu yerda minglab. Sizlarga eslatib o'tishim kerak, men YouTube bloger Minecraft bo'yicha. Agar YouTuber Minecraftda qarama-qarshi qoidalarga ish qilsa, yoki tezkorlik bilan qurasizlar yoki olovda kuyasizlar. Qani tezkor qimirlanglar, hammasi oddiy. Voyjalar, bu nimalar qilyapti? Bu sharmandagarchilik. Sen meni xafa qilyapsan. Meni bilmaydi deb o'yladingmi, jalab? Sizlar hozir hech nimani izlayapsizlar. Axir bu bunday emas. Voy xudoyim. Oy, telbalar. Ular meni lol qoldirishyapti. Agar menda ham otliq bo'lganda edi. Bu joy menga tegishli bo'ldi. Endi shunday qilamizki, u ifloslar bu yerga qaytib kelmasin. Qani boshladi. Qani ko'raylikchi, ular nima qilishyapti? Qani bu aholiga ozgina vaqt beraylikchi. Nima, sen o'ylayapsanki hammasidan o'z-o'zdan olamiz deb o'ylayapsan? Biz hamma okeanni quritamiz. Bu yovvoyi aholi bu quruqlikdan xazina topamiz deb o'ylashyapti. Lekin ular bilishmaydiki, eng katta xazina bu hayot darsidir. Hammasi oddiy. Biz bu planetadagi hamma jinoyatchilarni yer bilan bitta qilamiz. Bu yovvoyilar ularni chegarasiga hujum qilyapti. Lekin men o'ylamagan edim shu vaqtgacha yashaydi. Bezmiyalar, qayerga ketyapsizlar? Men sizlarga endigina shashlik bermoqchi edim. Labay, nimadir dedimmi? Bunday chiroyli qasrni qo'lga olishlariga yo'l qo'ymasligimiz kerak. To'g'rimi do'stlarim? Kim mana fikrimga qo'shiladi? Qani, voy la'natlar. Xo'sh, qani buni sekingina va chiroyligina bajaramiz. Qo'rquv bu eng xavfli dushmandir. Shuning uchun bizni sezib qolishlarini xohlamayman. Shuning uchun bu aholini eng yaxshi qurollar bilan qurollantirdim. Ularda endi imkoniyat ko'proq. Hech kim qimirlamasin, tovush chiqarmasin va qo'rqqandan sishib qo'ymasin. Yo'qlanatlar, to'xtanglar. To'xtanglar, ular haqiqatan kuchli ekan.
Bu axir qoyilmaqom. Ularni ishlashiga bir qarang. Bir jamoa bo'lib ishlashyapti. Xuddiki yovvoyi eshaklarga o'xshab. Tinimsiz ishlashmoqda. Bu qishloqni kattaligiga bir qarang. Bir qaraganga siz buni bir katta shahar deb o'ylaysiz. Lekin bu yerga yetmayotgan bir kichkinagina ajoyib. Bu loyiq podshoh uchun haykal. Muxlislar, men sizlarga o'zimni hayajonimni aytsam. Bunday og'ir ishdan keyin bayram qilishni taklif qilaman. Mana bularni olib o'zingni va oilangni xursand qil. Bu uylar juda ham ajoyib. Bu endi nimasi? Nima deyishga hayronman. Bu hech qanday ma'noga ega emas. Bu qanday ishlashini ham bilmayman. Voy xudoyim, nima gap boshla? Nega bunday tez ketib qoldi? Yo, butun aholi yaxshi ko'rib sevar buni. Bu sizlar uchun chiqish qilmoqchi. Qani, ko'raylikchi. Bu yaxshi natija. Bu albatta hammasi yaxshilikka, to'g'rimi? Yaxshilikcha bu yerdan keta qolganimiz ma'qul. To'g'rimi do'stlarim? Balkim men bundan kattarog'ini bum! Ajoyib, bundan yaxshisi yo'q. Bunday tezlikda bu aholidan 10 sekundda qutulsa bo'ladi. Xo'sh, qaraylikchi, ularning ishi qanday ketmoqda? Voy xudoyim, axir bu qal'a-ku. Odatda men do'zaxga kirishni yoqtirmayman. Lekin sizlar osongina uddaladingiz. Sizda katta usta bor ekan. Bunday qilishingiz shart emas. Yaxshi, menimcha biz ichkariga kirmoqdamiz. Mayli, xursandchilik qilinglar, mening beshavqat askarlarim. Aqlli va bilimdon dono Lefning rahbarligi qo'l ostida. Bu aholi qal'ani zabt etib turgan bir paytda, bu aholi esa Bastion Piglinni qo'lga olmoqda. Iltimos, menga kimdir tushuntirib beradimi? Nega bu Piglinlar o'ylab ham o'tirishmayapti? Biz ularni birma-bir tor-mor qilyapmiz. Xo'sh do'stlarim, men sizlarga ruxsat beraman. Bayram endi boshlandi. Xo'sh, arbaletlarni tayyorlaymiz, bo'lmasa o'ldik deyavering. Tayyorlaning. Go'toch. O'ldi, uni o'ldirib yubordingiz. O'zingizda bosing. U 2 sekund ham chidab tura olmadi. Xo'sh, men bugungi kunni omadli o'tdi deb o'ylayman. Xo'sh, endi hamma dam olsa bo'ladi, chunki biz ertaga Ender Drakon bilan jang qilamiz. To'xtachi, u yerda nimalar bo'lyapti? Voy la'nat, qanjur zombilar bostirib kelishibdi. Bunday bo'lishi mumkin emas, ayniqsa hozir. Bu qanjurlarni orqaga qaytarishga iloj bormi? Chunki Ender Drakon bilan jangimiz bor. Sizlarni taslim bo'lishga haqqingiz yo'q. Bular zombiga aylanib boryapti. Bu tamom bizning mehnatimiz. Qiyinchilikda kechgan yo'llar, orttirgan do'stlarimiz, har bir bo'lishgan xotiralarimiz, hammasi yo'q bo'lib ketsin. Voy yo'q, faqat bular emas, bular mening muzikantlarim. Men tushundim, sizlar nimani o'ylayapsizlar. Xo'sh, hozirgi paytda 12-ayblovni ochish vaqti keldi. Avtotransportni o'g'irlab qochish ayblovi million aholini yutish bu nolga teng degani. Xo'sh, qani ketdi. Do'stlar, nima bo'ldi sizlarga? Nima, vitamin D bilan olishdan qo'rqyapsizlarmi? Muxlislar, bizda ozgina anglashilmovchilik bo'ldi. Sizlar narsalaringizni yig'ib hozir keta olmaysizlar. Men eng yaxshi boshliqman. Meni o'rnimda bo'lsangiz bir kun chiday olasizlarmi? Men buni nazarga tutmagan edim. Shoshmanglarchi. Men buni uddalay olmayman. Iltimos, yana bir bor imkon beringlar. Xo'sh, bunday qiyinchilik vaqtida sabr-toqat talab qilinadi. Biz aniq bir vaqtni taxlab olganimizdan so'ng Ender Drakon bilan kurashamiz. Bizda yana yangilar paydo bo'lish boshladi. Million aholi bizni lol qoldirishi mumkin, lekin million aholi hammani mag'lub qiladi. Xo'sh, endi jangga tayyorlanamiz. Buni emas. Xo'sh, rais, sen men bilan sabr-toqat qilding. Endi sen kutishga majbur emassan. Mag'lub qilish vaqti keldi bu qanju Ender Drakonni. Bularga bir qarasang-chi, bu aholi videoni boshida hatto bilmas edi qanday yashashni. Endi ularga qarasangizchi, bu shundoqqina oyog'imiz tagida. Xo'sh, qani olg'a. Stop. Hisobot berish vaqti keldi. Har bir qishloq aholisining ismi obunachilarning ismiga qo'yilgan. Agar siz menga obuna bo'lgan bo'lsangiz, demak sizning ismingiz bu aholining ichida. Agar ismingiz bo'lmasa nimani kutyapsiz? Biz esa Ender Drakon bilan jang qilmoqchimiz. Sen esa bayramni o'tkazib yuborasan. Ushlanglar do'stlarim. Men hatto chiroyli gapirishga ham ulgurmayapman. Mana esa qolganlar. Qani shoshilinglar, men xohlamayman sizlar buni o'tkazib yuborishlaringizni. Qani, nima bo'lyapti? Bu yer juda ham tiqilinch-ku. Shuncha tayyorgarlik, shuncha jangovar qobiliyat, hammasi shu yerda jamlangan. Qani do'stlarim, ushlanglar. Hattoki chetda turganlar ham bizga qo'shiladi. Bu qancha itga o'xshab aylanib yotibdi.
Ha, men uddaladim. To'g'risini aytganda buni siz uddaladingiz. Men shunchaki chetdan tomosha qilib turdim. Oy, bo'lmasa, sizlar buni bilishingiz kerak edi. Sizlar shunchaki jannatga kira olmaysizlar. Buning iloji yo'q. Hamma o'z qanotlarini kiysin, chunki biz jannatni qo'lga olamiz. Bu juda ajoyib va g'aroyib bo'ladi. Shoshmanglar, nega hamma tepadan tushyapti? Nima bo'lyapti? Yo xudoyim, nega bu qanjirlarning hammasi pastga qulayapti?